Barchaga assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz xabarimiz bor. GMAT va GRE sertifikatlari uchun testlar ingliz tilida topshiriladi. Xo'sh, bu testlarni ishlashimiz uchun bizda ingliz tili qanaqa bo'lishi kerak yoki ingliz tilini qay darajada bilishimiz kerak va keyingi harakatlarimiz qanday bo'ladi? Shu savollarga video davomida javob izlaymiz. Eng avval biz oldimizga qo'yiladigan savol, talab shunaqa bo'ladiki, GMAT yoki GRE topshirmoqchi bo'lganimizda matematika darajamiz qanaqa? Matematika darajamiz umumfanlar, umumta'lim darsliklari kesimida qaraganda umuman muammo bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'sha a, ma'lumotlar tahlili, ehtimolliklar bo'yicha ham ancha bilimimiz mustahkam bo'lishi kerak va matnli masalalar bilan ishlash bo'yicha bilimimiz yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, ingliz tili haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mana bu savolni qo'yamiz. Do you speak English? Ya'ni siz ingliz tilini bilasizmi? Ingliz tilida gaplashasizmi? Agar javobimiz yes bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ha, men ingliz tilida gaplasha olaman desak, xo'p, ingliz tili darajamiz qanaqa? Aytaylik, biz ingliz tilida gap tuzilishlari, ega, kesim, joylashuvlari, qo'shimchalar, qo'shimchalarni so'zlarga qo'shilishi va shunga o'xshash bazaviy boshlang'ich tushunchalarga ega bo'lsak, bizdan shunchaki mana bu yo'nalish bo'yicha harakatlanish talab etiladi. Ya'ni yaxshi xotira va qattiq o'qish va chinakam uzluksiz o'qish. Mana shu yo'nalish bo'yicha harakatlanamiz va bizda matematik iboralar va terminlar kerak. Matematik iboralar va terminlarni shunchaki tayyor list shaklida qo'limizga yuklab olib, qo'limizda uni olib yodlashni tavsiya qilmayman. Terminlarni misol ishlash jarayonida yodlashni tavsiya qilaman. Ya'ni siz ingliz tilidan xabaringiz bor, lekin terminlarni bilmaysiz. Xo'p, ingliz tilidagi GMAT praktikum savolini olasiz, uni ishlash jarayonida oldingizdan chiqqan yangi so'zni yozib qo'yasiz va ana shu yangi so'z keyingi misollarda aniq oldingizdan qayta chiqadi va siz shu tarzda qayta ko'rish va takrorlash orqali o'sha so'zni yodlab olasiz. Xo'p, demak sizda ingliz tili muammo bo'lmasa, siz shunchaki ingliz tilidagi GMAT GRE testlarini olib, English for Mathematics yo'nalishida, ya'ni terminlari bilan ishlab, Google Translate dasturi bilan ishlab, mustaqil tayyorlanishingiz mumkin. Agar sizda ingliz tilida ozroq muammo bo'lsa, aytaylik siz nemis tili o'qigansiz yoki ingliz tilidan boshlang'ich bilimingiz pastroq. Ana shunda siz eng sodda va muhim bazaviy tushunchalar va mavzularni ko'rib chiqishingiz kerak va bu yerda ham o'sha qattiq o'qish, chin dildan o'qish va mustahkam xotira talab etiladi. Demak, bazaviy tushunchalar, o'sha gap tuzilishlari, sonlar, qo'shimchalar haqidagi demak bilimlarga ega bo'lish bilan bir qatorda siz o'sha ingliz tilidagi misollarni ishlab ketaverasiz. Ya'ni misollarni sharti uzun, o'ta katta, murakkab so'zlardan tuzilgan masalani emas, balki soddaroq va osonroq so'zlardan tuzilgan masalalarni olib ishlaysiz. Bu yoqdagi terminlarni ishlatasiz, so'zlarni qayta ishlatasiz va shu ishlatish orqali yodlab ketaverasiz. Bu o'rtada demak, bu bilan bir qatorda o'sha taxminan 10 tacha atrofida ingliz tilidan bazaviy mavzularni qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. O'sha ingliz tilidagi bazaviy mavzular biz uchun GMAT GRE imtihoniga kerak bo'ladigan ingliz tili qismlari uchun alohida keyingi mavzularimizda gaplashamiz. Shunchaki kanalimizni kuzatib boring.